Xudo xolasa hammasi shunaqa aka. Hammasi shunaqa. Shunday. Assalomu alaykum aka, zo'rmisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Rahmat. Mana bugun do'stlar Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Yertepa mahallasiga kelganmiz, Otabek akamizni firmalariga do'stlar mana. Ko'rib turibsizlarmi kattaligini? Gap yo'q. Xudo xolasa hammasi shunaqa aka. Hammasi shunaqa. Shunday. Sog'lom, yeyishi, sog'lom, hammasi garantiya beramiz. Garantiyalari bilan. Garantiyalar bilan sog'lom hammasi. O'zimiz boqqanmiz, bizlarga olib sotarmiz, dehqon. Dehqonni o'zidan Xudo xolasa. Dehqon o'zidan 250 bosh boqindi qo'chqorimiz bor. 5 oydan beri boqyapmiz, shularning hammasini sotuvga. Hammasini sotib yuborasiz. Hammasini sotib yuboramiz. Mana do'stlar ko'rib tursa, necha kilo qiladi aka bular o'zi taxminan? Endi taxminan kilosi chiqib qoladi. 50 kilo qilib qoladi go'sht. 50 da atrofida boradi. Boradi. 50 da atroflarini ko'ryapsizlarmi do'stlar? Buni balandligini. 50 kilolar qiladi taxminan deyaptilar aka. Buni bularni nasillikka olsa ham, boqinda olsa ham, to'y hashamda olsa ham, hammasidan bor. Hammasiga yaraydi bular. Hammasiga yaraydi. Hammasiga sog'lom, ishonchli garantiya hammasi. Gap yo'q. Xudo xolasa aka buni narxini kelishtirib beraman deb aytdilar. Men o'zi bilmayman narxini. Necha pul qo'ysam bo'ladi deb aytdilar. Aka men endi asal aytuvdim, arzonroq emasmi? O'zi chiroqchidan qilishuvdi, bermovdim olib sotarlarga shu narxga deb aytganlari uchun aka 5,5 dan qo'yamiz. Yana tushib beraman, mayli necha pul bo'lsa ham, prosta 5,5 deb qo'yaylik deb aytdilar. To'g'rimi aka? 5,5 narxi kelishamiz. Dastavkalari o'zimizga texnika bor, uni gaplashamiz, kelishilgan holda beramiz. Hammasini sotib yuboramiz. Hammasi sotiladi. Sog'lomligi, yeyishi, garantiya. Hammasi qo'chqorlar do'stlar, Xudo xohlasa. Qo'chqorlar. Ko'rib turibsizlar? Hammasi bir-biridan chiroyli bo'lib turibdi. Garantiyalari bor, ichida kasali yo'q, hammasi joyida do'stlar. Yeb ichishda hech qanaqa muammolari yo'q ekan. Mana ko'rib turibsizlar. 5,5 dan, endi ko'pchilik qimmat deyish mumkin, 5,5 lekin tushib beraman deb aytdilar. Oladigan odam bo'lsa, mayli men tushaman, prosta 5,5 deb qo'yaylik. Aniq narxini ham bilmayman o'zim, hali bozor olib chiqmadim. Olib kirmaganman bozorga deb aytganlar uchun mana qo'yamiz do'stlar. Ekranda nomer qoldiraman, bemalol telefon qilib savdolashib olsanglar bo'ladi. Texnikalar ham bor ekan, dastavkasini ham gaplashib yuboraveramiz deb aytdilar aka. Mana. Hammasi katta-katta Xudo xolasa. Ekranda nomer bor, aloqaga chiqamiz.